Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston shaxmat akademiyasida 18 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida yorug' kelajak parashaxmat turniri tashkil etildi. Jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlarning intellektual salohiyati namoyish etilgan ushbu tadbir haqida muxbirimiz lavhasida tanishing. Yurtimizda imkoniyati cheklangan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorlarini namoyish etishlari uchun ko'plab tadbirlar, sport musobaqalari tashkil etilmoqda. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi hamda Mirabror Usmonov nomidagi Xalqaro xayriya jamoat fondi hamkorligida tashkil etilgan an'anaviy yorug' kelajak para shaxmat musobaqasi ham bu boradagi davlat siyosatining uzviy davomi sanaladi. Musobaqa rapid yo'nalishda shvetsarcha tizim asosida o'tkazilib, 9 tur davomida eng kuchli ishtirokchilar aniqlandi. Bellashuv davomida yoshlar nafaqat shaxmat mahoratini, balki kuchli iroda, mantiqiy tafakkur va sabr toqatini ham namoyon etdilar. Mirabror Usmonov nomidagi Xalqaro xayriya jamoat fondi bilan o'tkazilayotgan ushbu musobaqamiz respublika bo'ylab 70 ga yaqin shaxmatchilarni o'ziga qamrab oldi. Ushbu musobaqa ikkinchi bor o'tkazilmoqda va tashkiliy jihatdan maksimum harakat qilmoqdamizki, shu bolachalarimiz o'sha bekorga musobaqani nomini yorug' kelajak deb nomlamaganmiz. Ushbu musobaqada hali kelajakda terma jamoamiz a'zolari bo'ladigan juda ham talantli shaxmatchilar mavjud hisoblanadi. Va xabaringiz bor, joriy yilda sentyabr oyida butun jahon shaxmat paralimpiadasi bo'lib o'tadi va umid qilib qolamizki, ushbu yoshlar o'rtasidan ham ushbu terma jamoa a'zolari yetib chiqishda, umuman olganda har bir sportida yetarlicha sharoitlar yaratilayotgan. Yakuniy natijalarga ko'ra 10 yoshgacha bo'lganlar toifasida Yulduzxon Faxriddinova birinchi o'rinni egalladi. 14 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida esa Husan Baxtiyorov g'olib deb topildi. 18 yoshgacha bo'lganlar orasidan O'rolbek Nurmuminov peshqadamlik qildi. 12 yoshman. Men shaxmatni yaxshi ko'raman. Shaxmat bilan 2-sinfligimdan beri shug'ullanaman. Hozirda esa 5-sinfman. Yaxshi bo'ldi o'yin. Qiynalmadim. Yaxshi raqib tushdi, kuchli. Men bu para shaxmatga ikkinchi marta kelishim. O'tgan yil ham kelganman. Men 4-sinfligimdan beri O'zbekiston chempioni bo'lganman. O'z toifamda birinchi o'rin olganman va 16 yoshlarda ham birinchi o'rinni olib kelganman. Men kelajakda buyuk mashhur shaxmatchi bo'lmoqchiman. Mening raqibim ancha jiddiy, yaxshi o'ynaydi, lekin yutdim. Men birinchi qatnashishimdan birinchi o'rinni olib g'olib bo'ldim. 13 yoshdaman. Meni shaxmatga bobom qiziqtirganlar. Men bu kabi musobaqalarga ko'p qatnashganman va birinchi, ikkinchi o'rinlarni olganman. Juda ham xursandman g'olib bo'lganimdan. Kelajakda jahon chempionlari, Osiyo chempionlari bo'lish niyatlarim bor. Musobaqa yakunida tashkilotchilar va homiylar tomonidan g'oliblar va musobaqaning barcha ishtirokchilari medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Ta'kidlash kerak, yurtimizda para shaxmat sportiga yosh o'g'il-qizlarni jalb etish, ularning intellektual salohiyatini namoyon etish, shu bilan birga para sportni rivojlantirishga qaratilgan bu kabi musobaqalar jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlar hayotida yangi sahifalarni ochadi.